Markaziy Osiyoda yetakchi kompyuter grafikasi studiyalaridan biri bo'lgan Unitedsoft kompaniyasiga sayohat uyushtiramiz. 2011-yilda mana Unitedsoft jamoasiga asos soldik. Birinchi qilgan katta loyihalarimizdan bu Hindistonni Bahubali ikkinchi qismini Hindiston tarixidagi eng kassabop film hisoblangan 3D modellerlarimiz, riggerlarimiz va atrof muhitni yasovchi ijodkorlarimiz, ularni hammasini birlashtiradigan compositing artistlarimiz. Virtual production bu siz uchun siz xohlagan syomka qilmoqchi bo'layotgan vaqtingiz to'xtab turadi. Ikkita loyiha bor, bekoroli hamda donomun bor. Yo'q personajga hech kim o'ynab bermaydi, ya'ni birinchi seriyaga 4-5 oylik taxminan vaqt ketadi. Yaxshi kadrlarni albatta olib qolamiz, ya'ni ishga qabul qilamiz, taklif qilamiz. Filmlarda o'ta qimmat bo'lib ketayotgan qismlarni kompyuter grafikasi yordamida amalga oshirishda bizlarga juda ham ko'p xodimlar, juda ham zarur. Rahmat, sog' bo'ling.